Leksimiz davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Yaponiya birlashib elib borgan raketasini g'alaba qildi. Jungo temir chambarak qorishog'ida qoldi. Mavzuli xabar 2-oyning 6-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shu yer vaqti 4-kuni soat 17da Amerika Yaponiya ikki davlat Havayning dengiz sirtida raketaga qarshi birlashma sinaq qilib bordi. Amerika Deniz Armiyasi John Paul Deston belgilik harbiy paraxod SM-3 Block 2A belgilik raketani qo'yib berdi. Hamda havodagi taxlidiy raketani g'albalik holda bitchit qildi. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Bu yangi o'lchamli raketa o'rinlashtirilgan hamon sat sistemasi bilan birlikda Jungoning atrofida ko'p qatlamli bir tam hosil qiladi. Osiyo Tinch okean rayoniga intayin ig'ir tahdid paydo qiladi. Universal matbuotlar 2-oyning 6-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiya mudofaa vaziratining oshkorlashiga asoslanganda bu qatim elib berilgan sinaq Amerika armiyasi yetakchilik qildi. Bununla o'lchamli raketa o'tgan yil 6-oyning 12-kuni Amerika Kaliforniya shtatida quruqlikda sinaq qilingan edi. Bu qatim tunji qatim dengiz ustida sinaq qilinib g'alaba qildi. Yaponiya iqtisod xabarlar gazeti mundaq ko'rsatdi. O'tmishlik bilan solishtirganda SM-3 belgilik raketaning ishtirish kuchi saviyasi yuqori ko'tarildi. Yaponiyaning uchur to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Bu yangi o'lchamli raketa Yaponiyaning g'arbiy dengiz bo'ylarida voqea yuz berganda taqobil turishga tayyorlangan quroldir. Amerika Raketadan Müdafialanish idorasining boshlig'i Shilen mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi sinaq qilish Amerika, Yaponiya hamkorlashib yasab chiqqan SM-3 belgilik raketani yasashning tarixiy namoyandasidir. Bu raketa Amerika bilan Yaponiyaga intayin muhim. Oxirida Amerika bilan Yaponiyaning raketa tahdidiga qarshi turish iqtidorini yuqori ko'tardi. Yaponiya qo'g'dinish nazoratining naziri Davutiyam Hingmei mundaq ko'rsatdi. Chavshanning raketa ahvolidan qaraganda Yaponiya Amerika o'rtoqlashib zarb berish iqtidorini o'stirish intayin muhim. Amerika erkinlik munora to'rbit tunashtirib mundaq yozdi. Pishib yetilgan loyiha bo'yicha loyihalangan o'lchamlik SM-3 belgilik raketa hozirgacha 15 qatim amaliy o'q etish bilan sinaq qilinib 90% muvaffaqiyat qozondi. Bu raketa agar Deston harbiy paraxodiga saplanadigan bo'lsa, har qator rayonga, har qanday rayonga kirib raketa to'sib zarba bera oladi. Etilish egizligi 2500 metr. Etilish masofasi 160 kilometrdan ortiq. Beijingda bir nafar harbiy ishlar mutaxassisi mundaq ko'rsatdi. Yangi o'lchamli qit'alar aro uchadigan raketani to'sib oladigan bu raketa vatanparvar taktikalik operatsiyalik raketa sistemasi SAT urush maydoni tipli raketa sistemasi munda qaraganda ko'p qatlam hosil qilib, umumiy taraflik har xil rol oladigan raketa sistemasi Iroq o'ttira yaqin, yuqori o'ttira tuvan taktikalik, operatsiyalik, strategik hammasi bor. Bu qurolning hammasi yuqoriqiladi iborat deydi. O'rinlashtirilgandan keyin Osiyo Tinch okean rayonining harbiy ishlar vaziyatini tubdan o'zgartib, strategik kuch solishtirmasini Amerikaga foydali o'ringa chiqarib qo'ydi, deydi Beijing harbiy ishlar mutaxassisi. Biz endi bu raketani Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining birlashib sinaq qilganligini sinaq qilib 90% atrofida buni g'alaba qilganligini so'zildi. Anglag'an hurmatli vatandoshim, bundan avval bunday raketa sinaq qilish to'g'risida xabar yo'q edi. Beijingga kelsak, Jungoga kelsak, bu 2 qatim 5C belgilik sharq shamoli raketasini, shuningdek 40
bir belgilik Şarkı Şamili raketasını bizden vatanımız yani müstemlik Uyguristan'ın Çerçen naisi koyup bilip sınak kıldı. Hatta bunun da köp başlık yadro ok beşi elip yüreliydiği raketanı sınak kılgallıqını körüstüp davran kıldı. Koz kıldı. Bu işini evvel raketa sınak kılışta Amerika emas, Cungu özü başlattı. Demek sen Cungu sınak kıldın, hani menimi körüp koy dedi. Amerika bunun hiç qanday hatalık yok. Lekin sebep şuken ki hazır iki devlet münasebetinde siyasi cihetde yuqori kadar gaplar bo'lib atqanligi uchun mushundaq ahvolda bu raketa sınak qilishning o'zi nimadan derak bo'ldi. Hozir gapcha yuqorida Xitoyning harbiy mutaxassis aytgan nima debdi? Bu qurollar Osiyo Tinch okean rayonida o'rinlashtirilsa, bu yerdagi harbiy vaziyatni tubdan o'zgartirib o'tadi. Shundaq